Malibuga pul bor, XL olgan yaxshimi yoki Premier olgan yaxshimi? Hozir ikkalasi. To'xtang, Muhammad Rizo, Premier yaxshiligini hamma biladi. Nima qilasiz solishtirib? Aka, hozir o'zingiz ko'rasiz. Aka, Malibu XLda slipoy zonasi bor. 100 talik tonirovkada ham bemalol yuraverasiz. XLda slipoy zonasi bo'lishi mumkin, lekin motori Xitoydagi bo'ladi. A Premierda bo'lsa haqiqiy koreyskiy motor. Aka, Premierda patologini pul sarflab qoraytirdingizmi? XLda o'zi qoraytirilgan bo'ladi. Mashina olganingizdan keyin qanaqadir rasxod qilishingiz kerak-ku. Xo'p, lekin Premierda yo'q bo'lgan adaptiv cruise control, palasa udержания deysizmi, avto stop, avto торможение, sport rejimlarichi, ular yo'q-ku Premierda. Uka, XLda mayda-chuda funksiyalari bo'lishi mumkin, lekin yuragida o'ti bor. Haqiqiy seriozniy akada faqat Premier minadi. XLda akula antenasi kattaroq bo'ladi, oynani chekkasi zavodskoy qora bo'ladi aka. Lekin Malibu Premierda XLga nisbatan hadovoyi ancha yumshoq bo'ladi. Buni minganlar biladi. Yana rasxod qilib oldini qoraytirdingizmi? XLda tayyor zavodskoy qora chiqadi. Shuni tayyorini olib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Uka, to'g'risi to'ydirdingiz. Xalqni o'zi yaxshi biladi qaysi mashina zo'rligini. Keling o'zlaridan so'raymiz. Kommentariyada Malibu Premier yoki XL deb yozib ketinglar. Va bu videoni Gentra minadiganlarga jo'natib qo'yinglar. Babu undan keyingi etap Malibu XL bo'ladi-yu. Baribir Premier yaxshi.